Minbar uzroqqa tegib ketdi. Ko'zingga qarabmaysanmi? Minbar uzr ko'rmay qolma. Bora ishingni qil. Pollatdi. Xo'p. Endi Do'rizda bekmendan bitta kastimshimni zorini olarkanmiz-da. O'rtoqlarim so'rasa, qaynatam, "Yo'q, Adajonim olib berdilar" deb maqtanib yuraman. Siz tanlavering. Xursand bo'lsangiz bo'ldi, kuyov bola. Bemalol ko'ravering. Bizning bekmen do'konimizda assortmentlarimiz juda ham ko'p. Hali sen savdoga ham qaraysanmi? Pollatdi. Jasadingni uriysan. Adajon yarashibdimi? Akajon, sizga juda ham yarashdi. To'g'ri lekin juda ham yarashdi. Men sizni didi bor odam desam, men bu pollatdan gapini ma'qullayapsizmi? Ho, menga bundan ham qimmatini ko'rsa. Buni ko'ring, mana buni ham ko'ring. Zo'r ekanu, anu tepaga qaynatammi, puli yetarmikan? Menga qarab, hezali. Uzr, hurmatli mijoz. Bu insonni uyingizlar bilan qo'shib, qarindoshlaringizgacha keltirib qo'yishga pullari yetadi. Bashi kastimshim yoqqan bo'lsa, sizga oq ko'yning tuflilari bilan, holatda bilan tepakanlar sizga sovg'a. Sanga beradigan sinim yo'q. Sanga bilib qo'ygin. Itimni ham bermayman. Sen boydan beri tepakalni mesmayotgan insoning, mana otam bo'ladi. Sandagi chala erkaklar edi, oxirgi payt oqil ayollarimizdan oilasi buzilib, guldi umri xazon bo'lyapti. Tiri yetimlik ko'payyapti. U narsa qilib qo'ymasinda, yo'qol bitta. Menga qaranglar o'rtoqlar, oxirgi payt shunaqa chala erkaklar ko'payib ketdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikringlarni kommentariyada yozinglar.